1995-yilda Yellowstone bog'iga 14 ta bo'rini yovvoyi tabiatga qo'yib yuborayotganlarida olimlar bu hayvonlar qo'riqxonaning butun tabiiy tizimini o'zgartirib yuborishini hatto xayollariga ham keltirmagan edilar. Yellowstone bog'ida 70 yil davomida bo'rilar bo'lmadi. Bu davrda kiyiklar u yerda haqiqiy bog' egalari bo'lib kelishdi. Bo'rilarsiz bog'da xavfdan xoli bo'lib, haddan ziyod jadal ko'payish tufayli ular Yellowstone bog'ining tabiiy tizimiga deyarli o'nglab bo'lmaydigan zarar yetkazishdi. Olimlar kiyiklar sonini nazorat qilish uchun ko'rgan barcha choralar muvaffaqiyatsiz tugadi. 14 ta bo'ri albatta butun kiyik to'dasini yo'q qila olmadi. Lekin ularning mavjudligi kiyiklarni bog'dagi yaylovlarni ko'p joylaridan qochishga majbur qildi. Va bu joylarda o'simliklar tiklana boshladi. So'nggi 6 yil ichida daraxtlar soni 5 barobar ko'paydi. Bog'ga qunduzlar kelib joylashishdi. Qunduzlar daraxtlarni kemirib to'g'onlar qurdilar. To'g'ondan hosil bo'lgan hovuzlarda o'rdak, baliq va mushkulotlar paydo bo'ldi. Bo'rilar chiya bo'rilarni hududdan ko'chirishdi va bu quyonlar va sichqonlar ko'payishiga olib keldi. Buning natijasida qirg'iylar, tulkilar va kuzonlar kelib joylashdi. Ayiqlar Yellowstone qo'riqxonasiga bo'rilardan qolgan qoldiqlarni iskab yeyish uchun kelib qolib ketdilar. Bog'dagi rezavorlar soni ko'paydi. Bo'rilar daryolar harakatini o'zgartirishga majbur qilgani hammadan ajablanarli. Ular kiyiklarni siqib yuborganlari sababli qirg'oqda o't va daraxtlarning keskin o'sishi kuzatildi. Buning natijasida qirg'oqlarning eroziyasi kamaydi va mustahkamlandi. Oqibatda daryo o'zanlari barqarorlashdi va tekislandi. Yellowstone bog'ining butun jo'g'rafiyasi o'zgardi va bularning barchasi 30 yil oldin u yerda ozod qilingan 14 ta bo'ri tomonidan amalga oshirildi.